Mana do'stlar, va nihoyat o'sha kun yetib keldi. Ular ko'rishinglar mumkin. Aka, endi nech pul ketdi bu Monster degan? Bitta obunachilarga ham o'z ma'lumot berib olasiz. Albatta. Bu sborkamizga $1300 pul ketdi. Byudjetni e'lon qildik, o'zi aslida ko'proq ketadi. Ko'rib turganingizdek, akvarium keska cho'tki qilib, vadenkalari bilan terib qo'yganmiz. Gersovkasi baland monitorlar, optический klaviaturalar, mishkani ham DPI-larini eng balatidan qo'yib berdik. Tanishtirib o'taman. Z790 Asus Prime, i5 13 pokoleniya, 216 talik RGB 6000 chastotali Azudan qo'yganmiz, 32 GB общий, 1 TB M2 NVMe, video kartasi RTX 4060, mana shunaqa Deep Cool'ni 360 lik, 3 ta kulerli mana shunaqa vadenkasidan qo'yib qo'yganmiz. Qo'shimcha tarzda mana pultlarga ham ulab qo'yganmiz, xohlagan rangingizga qo'yib olishingiz mumkin. Asosiysi CS2 yoki shunga o'xshagan onlayn barcha o'yinlarni maza qilib o'ynaysiz bo'ladi. Klaviatura mishkani ham eng yaxshisidan tanlaganmiz. Mishkamiz ham shu qimmat G Pro $100 dan baland turadigan mishkani analogini qo'yganmiz. Puli 2 barobardan ancha arzon. Buni ham DPI 25000 DPI li mishkadan qo'yganmiz. Ukam, komplektimiz nima deyapti? Va вообще gap yo'q aka, menga rostdan yoqdi. Xullas, общий sborkani ko'rdinglar. $1300 ketdi bu sborkaga. Agar kimda kim o'yin yoki bo'lmasa montajlar uchun kompyuter yig'dirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Manzilimiz Yangi bozorda, Dori bozor ko'chasida, boshida, svetoforda oldida. Prям oldida. Quadro